Yer yuzida hayotning asosiy qismi quruqlikda shakllangan va rivojlangan. O'rmonlar, dashtlar, cho'llar, tog'lar va vodiylar minglab yillar davomida biologik xilma-xillikning tabiiy makoni bo'lib kelgan. Quruqlikdagi hayot nafaqat o'simlik va hayvonot dunyosini, balki tuproq mikroorganizmlari, zamburug'lar va boshqa ko'plab tirik mavjudotlarni ham o'z ichiga oladi. Ushbu murakkab va o'zaro bog'liq tizim inson hayoti uchun zarur bo'lgan oziq-ovqat, suv, xomashyo va ekologik barqarorlikni ta'minlaydi. Biroq sanoatlashtirish, aholining tez o'sishi va tabiiy resurslardan noo'rin foydalanish oqibatida quruqlikdagi ekotizimlar jiddiy zarar ko'rmoqda. Cho'llanish, o'rmonlarning qisqarishi, tuproq degradatsiyasi va biologik xilma-xillikning kamayishi ko'plab hayvon va o'simlik turlarini yo'qolib ketish xavfi ostida qoldirmoqda. Shu sababli quruqlikdagi hayotni muhofaza qilish zamonaviy dunyoning eng dolzarb ekologik muammolaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston hududida cho'l va yarim cho'l ekotizimlari, tog' va vodiy landshaftlari keng tarqalgan bo'lib, bu hududlar ko'plab noyob flora va fauna turlarining yashash makonidir. So'nggi yillarda mamlakatimizda ekologiyani muhofaza qilish, ayniqsa Orolbo'yi mintaqasida ko'kalamzorlashtirish, yashil hududlar barpo etish va tuproq degradatsiyasini kamaytirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Qurib borayotgan Orol dengizi atrofida yashil hududlar yaratish nafaqat quruqlik ekotizimlarini tiklash, balki aholi salomatligini yaxshilashda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish maqsadlaridan biri quruqlikdagi hayotni saqlash bo'lib, u o'rmonlarni muhofaza qilish, cho'llashishga qarshi kurash, tuproq unumdorligini saqlash va biologik xilma-xillikni tiklashni nazarda tutadi. Surxondaryo viloyati Termiz shahrida joylashgan Termiz iqtisodiyot va servis universitetida quruqlikdagi hayotni muhofaza qilishga qaratilgan ta'limiy, ilmiy va amaliy faoliyatlar tizimli ravishda olib borilmoqda. Xususan, ta'lim va yashil muhitni rivojlantirish, universitetda ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish, barqaror rivojlanish va tabiiy resurslarni oqilona foydalanish yo'nalishlari bo'yicha fanlar o'tilmoqda. Shu bilan birga universitet hududida yashil hududlar kengaytirilib, daraxt ekish va ko'kalamzorlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Bu tashabbuslar talabalarda ekologik ongni shakllantirishga xizmat qiladi. TISU olimlari tomonidan quruqlik ekotizimlari va ularning barqarorligini ta'minlashga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan, O'zbekistonda qishloq xo'jaligida suvdan samarali foydalanishni oshirishda o'simlikshunoslik fanining rolini tahlil qilish nomli maqolada o'simlikshunoslik fanining qishloq xo'jaligida suvdan samarali foydalanishdagi o'rni tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari tuproq degradatsiyasini kamaytirish, qishloq xo'jaligi va landshaftlarni saqlash va quruqlik ekotizimlarining barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. O'zbekistonda barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirishda organik dehqonchilik amaliyotlarini o'simlikshunoslik fani bilan integratsiyalash maqolasida esa organik dehqonchilik va o'simlikshunoslik integratsiyasi orqali biologik xilma-xillikni saqlash, tuproq unumdorligini oshirish va ekologik toza qishloq xo'jaligini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Bu yondashuv yuqoridagi yo'nalishning asosiy vazifalaridan biri bo'lgan barqaror yer foydalanish tamoyillariga to'liq mos keladi. O'zbekiston yog'och sanoati majmuasining barqaror rivojlanishini ta'minlashda raqamli texnologiyalardan foydalanishning integratsion jihatlari nomli konferensiya maqolasida o'rmon resurslaridan oqilona foydalanish, raqamli texnologiyalar yordamida o'rmon xo'jaligi monitoring qilish va barqaror boshqarish masalalari ko'rib chiqilgan. Ushbu tadqiqot o'rmonlarni muhofaza qilish, noqonuniy kesishlarning oldini olishda innovatsion yondashuvlarni taklif etadi. Termiz iqtisodiyot va servis universitetida ekologik kunlar, seminarlar, treninglar va ma'rifiy mashg'ulotlar o'tkazilib, talabalar va xodimlar orasida tabiatga mas'uliyatli munosabatni shakllantirishda alohida e'tibor qaratilmoqda. Quruqlikdagi hayotni muhofaza qilish insoniyatning kelajagi bilan chambarchas bog'liq. Mazkur yo'nalish doirasida olib borilayotgan ta'limiy faoliyat, ilmiy maqolalar va xalqaro loyihalar quruqlik ekotizimlarini saqlash, tuproq va o'rmon resurslarini muhofaza qilish hamda biologik xilma-xillikni tiklashga qaratilgan muhim hissa bo'lib xizmat qilmoqda. Tabiatni asrash orqali sog'lom muhit, barqaror iqtisodiyot va xavfsiz kelajakni ta'minlash mumkin.